Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Kanalimga hurmatli aziz vatandoshlar, xush kelibsizlar. Kecha ayollar masturbatsiyasini gapirganimdan keyin obunachilarimiz savollarga ko'mib tashadi. Qo'ldan kelgancha savollarga hammaga javob beryapmiz. Instagram kanalimiz, Telegram kanalimiz, telefon raqamlarim doim ishlayapti. Sirazi javob bera olmasligim mumkin. Meni ham to'g'ri tushuninglar. Men bittaman, sizlar juda ko'pchiliksizlar. Xo'p. Savol quyidagicha. Masturbatsiyani erkaklar uchun foydali taraflari, uni zarari va qaysi hollarda masturbatsiya qilish foydali va qaysi hollarda masturbatsiya qilmaslik kerak. Juda chiroyli savol. Savol uchun obunachimizdan Alloh rozi bo'lsin. Sababi shu obunachimizni deb juda ko'pchilik ushbu savolga hozir javob oladi. Masturbatsiyani gunoh yoki gunoh emasligini har bir tumanda jome masjidida imomlari bor. Borib o'sha imomlardan diniy tarafini so'rab olasiz. Men sizlarga meditsina tarafini qo'ldan kelgancha tushuntirib beraman. Unday bo'lsa biz boshladik. Masturbatsiya o'zi nima? Masturbatsiya so'zi insonning o'zini o'zi jinsiy a'zosini o'ynab, laskach qilib yoki shu kabi omillar bilan qondirish va uni orgazmga olib kelish, ya'ni bo'shanishga olib kelish. Bunda hammada har xil. Kimdir 5 1 deydi, kimdir qo'lgira deydi, kimdir masturbatsiya deydi, kimdir chukkim o'ynayman deydi, kimdir xullas har bir millatlarda, elatlarda bu har xil aytiladi. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasida 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatning shevasi har xil va shu shevaga qarab ular o'zlarining tilida ya shevasida gapirishadi. Endi masturbatsiya nimalar bilan qilinadi? Masturbatsiyani sovun, shampun, mas, krem yoki bo'lmasam shunga o'xshagan bir boshqa anjomlar, undan tashqari sun'iy qin qilib masturbatsiya qiladigan insonlar yoki bo'lmasam soqqada masturbatsiya qiladigan insonlar. Masturbatsiya qilaman degani masturbatsiyani raznoobraziyasi ko'p. Kimdir porno kino ko'rib masturbatsiya qiladi, kimdir o'tirib olib biror narsa ichib masturbatsiya qiladi, kimdir yolg'iz qolganda masturbatsiya qiladi. Endi shu masturbatsiyani foyda va zararlariga keladigan bo'lsak, haftada yolg'iz inson deb gapiraylik, ya'ni yolg'iz erkak deb gapiraylik. Unda polovoy partner yo'q, ya'ni ayol yo'q, uni jinsiy aloqa qilishga sharoiti yo'q yoki bo'lmasam ayrim sabablarga ko'ra yolg'iz qolgan. Xullas, ushbu sabablarni hammasini bitta jam qilib turib, masturbatsiya qiladigan insonni olamiz. Endi ko'pchilik insonlar masturbatsiyani qo'lda qiladi, ya'ni qo'lning mana bunday tumaloq holatga olib keltirib, olatni ish qiladi yoki bo'lmasam mazlar surkab ish qiladi yoki boyaga aytgandek sovun, shampun, kimga kamu как по кайфу deydi, kimga qanaqa kayf nima qiladi. Undan tashqari ko'pchilik olatni qattiq siqib masturbatsiya qiladi. Masturbatsiya haftada 2 martasi bu zarar emas. Ya'ni yolg'iz insonga haftada 2 marta yoki 3 marta qilinsa zarar emas. Nimaga? Uzoq vaqt jinsiy aloqa bo'lmasa, kongestivniy prostatit kelib chiqishi mumkin. Bu zastoy prostatit. Ya'ni sizning prostata bezingizda soklari zastoy bo'lib qoladi. Bu keyinchalik fibrozlarga olib kelishi mumkin yoki surunkali prostatitga olib kelishi mumkin. Masturbatsiya qilishdan maqsad bu prostata bezini bir qator bo'shatib olish. Ya'ni siz hozir menga kommentariyada yozishingiz mumkin. Men mana palonchi yildan beri musofirda yuraman. Men har haftada bir marta tushimda bulg'anaman, bo'shanaman va hokazo. Malades. Sizning organizmingiz boshqacha ekan, lekin hammaning organizmi har xil. Mana misol uchun har bir odam yagona ekzemplarda dunyoga keladi. Hattoki uni barmoq izlari bir-birinikiga o'xshamaydi. Shuning uchun biz o'rtacha individual odamni olyapmiz. Shu haqida gapiryapmiz. Haftada 2 marta yoki 3 marta qilingan masturbatsiya o'ta qattiq holatda, ezmagan holatda bu foyda. Ya'ni prostata bezini zastoy bo'lib qolishini, dimlanib qolishini oldini oladi va sizni prostatit xastaligidan saqlaydi. Bu keyinchalik adenoma prostatasiga o'tib ketmasligi uchun. Endi necha kun jinsiy aloqadan saqlansa bo'ladi degan savolga 5 kundan 14 kungacha jinsiy aloqadan saqlansangiz bo'ladi, lekin undan ko'pi ham ko'p. Albatta jinsiy aloqa bu inson organizmi uchun foydali. Boyaga aytgan prostata bezini ish faoliyatini yaxshilaydi, o'zingizni kayfiyatingizni yaxshilaydi, charchoq chiqadi, gormonlar yangilanadi, organizmda testosteron miqdori yangilanadi. Xullas, jinsiy aloqaning foyda va sifatlari juda ko'p. Men nima uchun diniy tarafini gapirmayapman? Sababi fatvo berib qo'yishdan qo'rqaman. Undan tashqari mening diniy ilmim yo'q. Din haqida va diniy ilm haqida gapirish uchun maxsus institut yoki universitetda o'qib, sertifikat, akkreditatsiya olgan holda din haqida gapirish kerak. Qo'ldan kelgancha gapirib o'tyapmiz biz shunda ham, lekin asosiy gunoh yoki gunoh emasligini mahalliy jome masjid imomlaridan borib so'rasanglar, ular chiroyli qilib tushuntiradi va qaysi hollarda qanaqa ekanligini hattoki popologik ham aytib beradi. Endi
masturbatsiyani foydali taraflarini eshitdik, ya'ni bu uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik oqibatida prostatitdan saqlasa, erkak uchun foydali bo'lsa, undan tashqari kongestivniy, ya'ni dimlanib qoluvchi prostata bezi xastaliklardan saqlaydi. Endi buni yomon tarafi ham bormi? Ha, bor. Misol uchun bo'ydoq bola bir kunda 3-4 marta masturbatsiya qilsa, bu o'sha organizm o'zini o'zi tiklay oladi. Endi 40 yoshdan o'tgan insonlar bir kunda 5-6 marta masturbatsiya qilsa, bu quvvatsizlik va hokazolarga olib keladi. Yana shuni aytib o'tamanki, masturbatsiyani doimiy surunkali qiladigan insonlarda onanizm kasalligi kelib chiqadi. Ya'ni shu masturbatsiyaga mukkasidan ketish. Misol uchun unga hech narsa qiziq bo'lmay qoladi. Uni ruhiyati tushishni boshlaydi. Masturbatsiyaga bog'lanib qoladi. Hali masturbatsiya qilmasa bir narsasini yo'qotgan insonga o'xshab yoki bo'lmasa noskash, sigaretkash birodarlarimizga o'xshab, yoki alkogolik birodarlarimizga o'xshab, shuni ichmasa, shuni chekmasa, xumor qiladi, reflekslar xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Undan tashqari juda ko'p masturbatsiya qilinishi oqibatida insonning ishtahasi bo'g'iladi, hayotiga ta'sir qiladi va keyinchalik ayol kishi bilan qo'shilishi ham qiyin bo'ladi. Nima uchun? U aytadi, "Ha, mana men o'zim qondirsam bo'shanishlarim zo'r, boshqa. Hech qachon esinglardan chiqarmanglar." Qo'l juda baquvvat narsa va bu qattiq siqadi olatdi. Ayol kishini qini, ya'ni vagina, unaqa qattiq bo'lmaydi va buni ichiga kirib chiqish nimasi ham unaqa siz o'ylaganingizdek azartda bo'lmaydi. Ya'ni siz doimiy buni kallasini ishqalab, mahkam ishqalab, tezroq bo'shanay, mana shu ko'proq bo'shanay degandek qilganingiz oqibatida qin sizga unaqa effekt bermaydi. Yo siz olatni turg'izganingizdan keyin qinda ichiga kirgandan keyin so'lib qoladi yoki qinga yetib bormay so'lib qoladi. Chunki boyaga aytganimizdek, qattiq mijilgan narsa bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, ko'p behuda masturbatsiya qilish oqibatida jinsiy zaiflik kelib chiqadi, ya'ni erektil disfunksiya kasalligi. Boyaga aytgandek, ayol kishini qondira olmaslik yoki ayol kishidan o'zingiz qoniqmaslik boshqa. Endi siz surunkali bu narsani qilish oqibatida narkotikda xumoriga o'xshab qoladi va siz bilan birorta ayol uzoq yashay olmaydi. Nimaga? Har bir ayolda har payshanba haqqi bor erida. Ushbu haqni ado qilish kerak. Qo'lingizdan kelsa har kun ado qiling. Qo'lingizdan kelmasa har payshanba bir marta ayol kishining haqqini ado qilish kerak. Endi siz masturbatsiyaga mukkangizdan ketdingiz, ayol bilan qo'shila olmaysiz, boshqa. Albatta shu jinsiy hayot sabab bo'lib, ayol kishining asablari buzilishni boshlaydi, ayol kishi bilan munosabatlar qattiq bo'lmay qoladi, ya'ni mustahkam bo'lmay qoladi va jinsiy hayotingizda o'zingiz tushkunlikka solib boraverasiz. Nimaga? Shunaqa chiroyli zo'r ayol oldingizda turibdi, halol pok nikohingizda bo'lgan ayol, siz u bilan jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lyapsiz. Boyaga sizga onanizm miyangizga o'rnab qolgan narsa unga yo'l bermayapti. Nimaga? Boyaga aytgandek, vagina qattiq emas, vagina mahkam qismaydi olatni va sizda masturbatsiyadan olgan ощущениялаringiz, ya'ni hislaringiz bo'lmaydi. Uchinchisi, ko'p masturbatsiya qiladigan erkaklarda olatning travmatik holatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni u qo'lda qilib ko'rdi, boshqa narsada qilib ko'rdi, sekin kuchaytirib olib boraveradi, olatni qattiqroq mijiydigan narsalar bilan keyinchalik olat travmatik holatlari bo'lishi mumkin. Bu hammada ham bo'lmaydi, lekin 100 tadan 2 ta unaqa holatlar bilan ham murojaat qilish. Nima demoqchiman azizlar? Har qanaqa holatda o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Chunki sog'lig'ingiz bir yo'qolsa, juda ko'p sarmoya kiritsangiz ham tiklanmaydi. Yana shuni unutmangki, masturbatsiyani albatta foydali taraflari bo'lgani bilan, uni albatta zararli taraflari bor. Masalan, har qanaqa narsani me'yori yaxshi. Shu me'yoridan o'tmasligimiz kerak. Endi yana shunaqa holatlari bo'ladi. Masturbatsiyaga erkak kishi juda qattiq bog'lanib qoladi. Boyaga aytganimizdek, xumor bo'lib qoladi. Endi bundan chiqarishning ilojisi bormi degan savolga ha bor deyiladi. Bunda psixolog, urolog yoki androlog shular yordam beradi, shu shifokorlar. Albatta borasiz, buni sabr bilan o'zingizni mahkam ushlab boshqa. Uzoq safarda yuradigan birodarlarimiz 5 kundan 14 kungacha bo'lsa sabr qilsanglar maqsadga muvofiq ham testosteron o'sha 5 kundan 14 kungacha bo'lgan orada bir ko'tarilib oladi, keyin tushishni boshlaydi. Birar oy yuradigan birodarlarimizga albatta haftada 1 marta, haftada 2 marta ushbu prostatani освобождать qilib turishga, ya'ni prostatadagi soklarni bo'shatish mumkin. Kerak va bu kelajak hayotingizga ta'sir qilib qo'ymasligi. Undan tashqari masturbatsiya qilganda shampun, sovun yoki boshqa narsalardan foydalanishni tavsiya qilmaymiz. Sababi olatning
3 qismi ochiq bo'ladi. Siydik chiqaradigan nayi shu 3 qismiga tushadigan bo'lsa, bu achishtiradi yoki kuydiradi. Xudo ko'rsatmasin. Chunki shampunni ham sovunning tarkibini siz nima qilib o'qib nima qilmaysiz. Aptekalarda maxsus smaskalar bor. Ya'ni siz aptekachidan borib, maxsus smaska ber desangiz, maxsus smaska beradi masturbatsiyaga. Masturbatsiya qiladigan insonlar erkaklar orasida juda ko'p va bu uyatli holat emas. Ko'pchilik istisnatsiya qiladi, ya'ni uyaladi, men anaqa. Yo'q, azizlar, bu narsadan uyalishni kerak emas. Bu tabiatning bizga bergan bir inomi. Ya'ni tabiat qonuni bu. Shu narsani chiqarib tursangiz, o'zingizga foyda, ko'p chiqarsangiz, o'zingizga zarar. Me'yorni, o'zingiz uchun bo'lgan me'yorni biling. Hozir meni kommentariyada bu gunoh, bu anaqa, bu manaqa deydi-yu, lekin har narsani me'yori inson organizmiga shifo bo'ladi. Ibn Sino bobomiz ham chiroyli gapi bor-ku, hayotda me'yorni bilib yashash uzoq umr ko'rishga sabab bo'ladi. Shuning uchun har qanaqa vaziyatda o'zingizga befarq bo'lmay, boshqa bo'lmay, обязательно shifokor bilan maslahat qiling. Mahallangizdagi jome masjid imomlari bilan maslahat qiling, aka-uka, do'sti, birodaringiz bilan обязательно maslahat qiling. Yilda bir marta o'zingiz uchun tekshiruvlardan o'ting. O'zingiz uchun urologga yoki terapevtga yoki andrologga yoki psixologga borib, men shunaqa mancha yil musofirda edim, mancha yil manaqa bo'ldi, manaqa ishlar qilganman, menga nima tekshiruvlar qilishni tavsiya qilasiz deb turib, bir qator tekshiruvdan o'ting. Uyalmang bu narsani baralla aytishdan. Shariatda sharm yo'q. Men bu haqida ko'p gapiraman. Mana bundan oldingi ayollar masturbatsiyasi haqida ham 20 minut gapirib tushuntirib berdim. Bu erkaklar masturbatsiyasi haqida nimaga qisqacha gapiryapti? Sababi juda ko'p erkaklarimiz o'sha bo'ydoqlik vaqtidan biladi-da. O'zi masturbatsiya miloddan avvalgi yillarda ham bo'lgan. Buni hattoki insonlar hayot tarziga ham kiritgan. Prosta nimagadir shu 90-yillardan keyin bu narsaga uyat sifatida qaralashni boshlagan. Endi unisi menga qorong'u. Shuning uchun masturbatsiyadan uyalmaymiz. Masturbatsiya haqida yoki jinsiy hayot haqida, jinsiy aloqa haqida doktor bilan maslahatlashishdan uyalmaymiz. Doktorda konfidensialность narsa degan narsa bo'ladi. Ya'ni sizni doktorga aytayotgan gapingiz sir bo'lib qoladi va u sizni birovga chiqib, u siz falonda qilgan deb gapirishga haqqi ham yo'q, gapirmaydi. Shuning uchun har qanaqa muammoni ko'tarib doktorning oldiga boramiz, shifokor bilan maslahat qilamiz. To'g'ri yo'llanma olib, ya'ni to'g'ri направление olib, to'g'ri lecheniya qilamiz. Hech qachon o'zingizni ehtirosingizdan, o'zingizni hayotingizdan uyalmang. Jinsli zaiflik bo'lyaptimi? Doktorga uchiring. Masturbatsiya analizmga bog'lanib qoldimi? Doktorga uchiring. Yoki boshqa sabablar bormi organizmda? Doktorga uchiring. O'z boshimchalik qilib uyda davolanib ko'rmang. Endi yana nima qilish mumkin? Ushbu hadeb masturbatsiyani qilmaslik uchun degan savolga roza tutsangiz bo'ladi. Va shu fikringiz buzilayotganda kitob o'qisangiz bo'ladi. Hozir mana respublikamizda kutubxonalar bemalol bo'lib qolgan. Xohlagan kitobingiz bor. Kirib, olib, mutolaa qiling yoki bo'lmasam gazeta, jurnal. Hech qachon o'zingizni bir narsaga bog'lab qo'ymang. Masturbatsiyaning foydalari va zararlari haqida tushuntirishga harakat qildik. Aql taroziga qo'yib ko'rasiz. Ushbu videoni darslik video sifatida qabul qiling. Ushbu videoda aytilgan narsalarda albatta shifokorga yoki bizga murojaat qilib maslahat qilgan holda to'g'ri nazardan olgan ma'qul. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana YouTube olamlarida ko'rishguncha xayr va sog' va salomat bo'ling. Aytgancha kommentariyaga yoki ushbu telefon raqamlariga, Instagramga, Telegramga qaysi mavzuni olib chiqishimizni yozishdan uyalmang. Shariatda sharm yo'q. Sog' bo'linglar.